Navbatdagi she'riy san'atimiz bu tamsil san'ati. Tamsil san'atidan oldi o'sha nomidan ta degan oldiga qo'shimchani, arabcha oldiga qo'shimchani olib tashlasak, misli, ya'ni misol keltirish degan so'z kelib chiqadi. Misol keltirish, dalillash bo'ladi. Biz yuqorida yana bir dalillash haqida gaplashgan edik. Ya'ni chiroyli dalillash, husni ta'lil san'at. Mana bu yerda tamsil san'ati ham dalillash san'ati hisoblanadi. Ammo bu husni ta'lildan keskin ravishda farq qilishi, birinchi misrada qandaydir voqea hodisa ifoda qilinadi va ikkinchi misrada hayotiy bir hodisa bilan unga misol keltiriladi, asoslanadi. Yuqoridagi bir misra aytiladi, ikkinchi misrada esa ana shu hodisaga hayotiy bir misol keltiriladi. Mana shu hayotiy misol tamsil bo'ladi. Qarang, demak, hayoliy misol keltirishimiz husni ta'lil, hayotiy misol keltirishimiz tamsil bo'ladi. Va bu san'atlarni, ya'ni husni ta'lilni ham, tamsilni ham bilishingiz uchun siz albatta baytlarni tabdilini, baytlarni tarjimasini yaxshi bilishingiz kerak. Boshqa bayt chiqara olmaysiz umuman. Baytlarni tabdil qilib, baytlarni o'girganingizdagina siz undan yo tamsil bor, yo husni ta'lil bor deb chiqarishingiz mumkin. Xo'sh, tamsil san'ati o'zining mohiyatiga ko'ra husni ta'lil bilan bir qatorda risoli masalga ham o'xshab ketadi. Lekin bu tamsilda isbotlanayotgan narsalar bu shunchaki hayotdan olingan misollar bo'ladi. Risoli masalda esa maqollar ishlatiladi. Xuddi shu joyda farqi bor. Mana endi siz bilan hozir tamsil haqida bir misol ko'ramiz. Zaxmin ichra qoldi paykoning, ne yangliq butkay ul. Chunki qo'ymas yarag'a yopishqali malham suv. Bu zaxaning ichida sening kamoningning uchini temir qismlari qoldi. Bu nima uchun bitsin? Chunki qo'ymas yarag'a yopishqali malham suv. Chunki yaradagi malhamni yopishishi uchun suv yo'l qo'ymaydi. Agar yarangizni bir joyini kesib olsangiz, undan yiring oqib tursa, suv oqib tursa, malhamingizni yopishishiga yo'l qo'ymaydi. Yoki undan ham hayotiy oladigan bo'lsak, siz biror bir joyga malham qo'ygan bo'lsangiz, suv yoki biror bir narsa tegsa, suyuqlik, albatta uni yopishishiga yo'l qo'ymaydi. Bu hayotiy misol. Yoki ey ko'ngil, jonni xayoli oldida qil peshkash. Ey ko'ngil, yorning oldida joningni peshkash, oyog'ining tagiga qo'y. Har nima bo'lsa aziz, eltur kishi mehmon sori. Nimang aziz bo'lsa, mehmon sari eltasan-ku, deyapti. Bizda hayotda umuman bizning turkiy xalqlarning ichida, albatta mehmondo'st xalqning ichida nimasi aziz bo'lsa, mehmonning oldiga eltadi. Mana shu hayotiy misol keltirish bo'ladi. Demak, ikki san'at, husni ta'lil va tamsilni mana shunday farqlab olishimiz kerak.